Diqqat, aholiga tezkor xabar. Pensiya yoshiga yetgan fuqarolar uchun pensiya qanday tayinlanadi? Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, batafsil bilib olasiz. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Hozirgi kunda davlat pensiyalarini tayinlash uchun fuqaro pensiya yoshiga, ya'ni ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yosh to'lganda proaktiv shaklda ariza olinadi. Ya'ni fuqaro pensiya tayinlash uchun hech qayerga murojaat qilmaydi. Avtomatik ariza shakllanadi. Avtomatik ariza shakllanishi uchun nima talab qilinadi? Avtomatik ariza shakllanadi. Hech qayerga murojaat qilish shart emas. Pensiya proaktiv, ya'ni elektron tayinlanishi uchun fuqarolarning mehnat daftarchalari elektron tizimiga kiritilishi shart. Agar kiritilmagan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatgan, lekin avval ishlagan fuqarolar bandlik bo'limlariga yoki hozirda ishlayotgan bo'lsa, ish joyiga murojaat qilishi kerak. Agar ish staji yetmasa, ular ishlashi kerakmi yoki avtomatik 5 yildan keyin chiqadimi? Yoshga doir pensiya tayinlash uchun talab qilinadigan eng kam ish staj 7 yil. Agar ish staji 7 yildan kam yoki umuman bo'lmasa, 5 yildan keyin ayollar 60 yoshdan, erkaklar 65 yoshdan yoshga doir nafaqaga chiqishlari mumkin. Yoshga doir nafaqaga davlat xizmatlariga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiladi. Pensiya summasi nimaga qarab hisoblab chiqariladi? Pensiya miqdori fuqarolarning ish stajiga hamda ish haqqiga bog'liq. Pensiya tayinlashda ish haqqi oxirgi 10 yilligidan hisoblab chiqiladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos, video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.